Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Yangi pensiya tartibi, xalq orasida ko'p kun turbilmovchi sonli qonun deb muhokama qilinayotgan o'zgarishlar kimlarni pensiyasiz yoki juda kam pul bilan qoldirishi mumkin. Bu mavzu faqat bugun pensiyaga chiqayotgan odamga emas, o'ttim yoshdagi ishchiga ham, bozorda savdo qilayotgan tadbirkorga ham, uyda bola parvarish qilayotgan ayolga ham, chet elda ishlayotgan yurtdoshimizga ham tegishli. Eng xavfli joyi shundaki, ko'pchilik men ishlaganman-ku, pensiya olaman deb o'ylaydi. Lekin hujjatda isbot bo'lmasa, ish staji bazada ko'rinmasa, sug'urta badali yoki ijtimoiy soliq to'lanmagan bo'lsa, davlat sizning og'zaki gaplaringizga qarab pensiya hisoblab bermaydi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki bugun aytiladigan ma'lumot sizning yoki ota-onangizning ertangi daromadini saqlab qolishi mumkin. Men avvalo bitta narsani oddiy tilda aytaman. Pensiya bu faqat yoshga yetganingiz uchun beriladigan pul emas. Pensiya asosan sizning ish stajingiz, rasmiy daromadingiz va siz uchun to'langan ijtimoiy to'lovlar asosida shakllanadi. Ya'ni davlat shunday mantiq bilan qaraydi. Odam ishlagan, oylik olgan, undan tegishli ajratmalar ketgan. Demak, qariganda unga pensiya tayinlanadi. Oldin ko'p holatda mehnat daftarchasi asosiy dalil bo'lardi. Odam mehnat daftarchasini ko'rsatardi, unda falon korxonaga ishga qabul qilindi. Falon sanada ishdan bo'shatildi degan yozuv bo'lsa, shu asosda ish staji tasdiqlanardi. Albatta, oldin ham arxiv ma'lumotlari, buyruqlar, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalar kerak bo'lgan. Lekin amaliyotda ko'pchilik masalani mehnat daftarchasi bilan hal qiladi deb o'ylardi. Endi esa tizim tobora elektronlashyapti. Yagona mehnat tizimi, soliq organlari bazasi, pensiya jamg'armasi ma'lumotlari. Ish beruvchining rasmiy hisobotlari juda katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Qog'ozda yozuv bor, lekin bazada ma'lumot yo'q bo'lsa savol tug'iladi. Korxona mavjud bo'lganmi? Siz haqiqatan ishlaganmisiz? Siz uchun badal to'langanmi? Ish haqi qancha bo'lgan? Bularning hammasi tekshiriladi. Ana shu joyda odamlar vahimaga tushyapti. Demak, yangi qonun pensiyasiz qoldirar ekan, stajim yo'qolar ekan, mehnat daftarcham o'tmas ekan. Men buni to'g'ri tushuntiraman. Qonunning maqsadi hammani pensiyasiz qoldirish emas. Lekin qonun va yangi tartib hujjatsiz, norasmiy, bazada ko'rinmaydigan ishlarni pensiya hisobida tan olishni qiyinlashtiradi. Kim hujjatini to'g'ri tayyorlagan bo'lsa, kim rasmiy ishlagan bo'lsa, kim o'z vaqtida to'lov qilgan bo'lsa, u vahima qilmasligi kerak. Kim yillar davomida og'zaki kelishuv bilan ishlagan, konvertda oylik olgan, hech qayerda qayd etilmagan bo'lsa, mana shu odamlar jiddiy xavf guruhida. Men birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerakligini aytaman. Birinchi guruh norasmiy ishlaganlar. Masalan, aka 20 yil qurilishda ishlagan. Har kuni ishga chiqqan, ter to'kkan, usta bo'lgan, uy qurgan, lekin hech qaysi korxona bilan mehnat shartnomasi tuzmagan, ish haqi qo'ldan qo'lga berilgan. Soliq hisobotida u ishchi sifatida ko'rinmagan. Pensiya yoshiga kelganda u men 20 yil ishlaganman deydi. Lekin davlat bazasida u 20 yil ishchi emas, ish staji yo'q odam bo'lib turishi mumkin. Natijada unga to'liq pensiya emas. Eng kam darajadagi ijtimoiy yordam yoki umuman boshqa tartibdagi nafaqa masalasi ko'riladi. Ikkinchi guruh bozorda, xizmat ko'rsatishda, ustachilikda, taksida yoki mayda savdoda ishlagan. Lekin o'zini rasmiylashtirmagan odamlar. Masalan, opamiz Bembe yil bozorda kiyim sotgan. Har kuni joy puli to'lagan, mahsulot olib kelgan, oilasini boqqan. Lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan yoki o'tgan bo'lsa ham ijtimoiy soliqni muntazam to'lamagan. U ham o'ylaydi, men ishladim-ku. Hayotiy tomondan ishladi, lekin pensiya tizimi so'raydi. Sizning ijtimoiy to'lovingiz qayerda? Rasmiy faoliyatingiz qaysi davrda bo'lgan? Agar javob yo'q bo'lsa, staj ham to'liqdan olinmasligi mumkin. Uchinchi guruh chet elda ishlagan yurtdoshlarimiz. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlab kelganlar bor. Ular ham men 10 yil chet elda ishlab pul yubordim deydi. Lekin O'zbekiston pensiya tizimi uchun chet eldagi ish avtomatik tarzda staj bo'lavermaydi. Bu yerda davlatlararo kelishuv, rasmiy ish shartnomasi, o'sha davlatdagi sug'urta to'lovlari, hujjatlarning tasdiqlanishi muhim. Agar odam chet elda ham norasmiy ishlagan bo'lsa, bugun pul topgan bo'lishi mumkin. Lekin ertaga pensiya staji bo'yicha muammo ko'radi. 4-guruh ish beruvchisi rasmiylashtirmagan xodimlar. Ba'zida odam aybdor ham emas.
U do'konga sotuvchi bo'lib kiradi, bog'chada yordamchi bo'lib ishlaydi. Xususiy firmada haydovchi bo'ladi. Rahbar keyin shartnoma qilamiz deydi. Oylar yillarga ulanadi, oylik beriladi, lekin buyruq yo'q, shartnoma yo'q, soliq yo'q. Xodim o'ylaydi, men shu yerda ishlayapman-ku, hammaga ma'lum. Lekin pensiya hisobida hammaga ma'lum degan dalil yo'q. Dalil bu buyruq, shartnoma, ish haqi ma'lumoti soliq va ijtimoiy to'lov izidir. Endi kimlar xotirjamroq bo'lishi mumkin? Rasmiy ishlayotganlar. Agar sizning mehnat shartnomangiz bor, ish beruvchi sizni elektron tizimga kiritgan, oyligingiz bank orqali yoki rasmiy hisob orqali o'tadi. Siz uchun soliq va ijtimoiy to'lovlar to'lanadi. Unda asosiy xavf kamroq. Lekin men baribir butunlay xotirjam bo'ling demayman. Chunki ba'zida xatolik bo'lishi, ish beruvchi hisobotni noto'g'ri topshirishi, familiya yoki pasport ma'lumotida farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshirish baribir kerak. Birinchi misol, erkak kishi 60 yoshga yetdi. Uning mehnat daftarchasida 1930-yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagani bor. Keyin 2006 yildan 2024 yilgacha xususiy ustachilik qilgan. Lekin rasmiylashtirmagan. U o'ylaydi, jami 34 yil ishladim. Pensiya olgan esa aytishi mumkin, tasdiqlangan staj 15 yil. Qolgan 15 yil bo'yicha hujjat yo'q. Natijada pensiya 34 yilga emas, 15 yilga qarab hisoblanadi. Bu pulda juda katta farq beradi. Masalan, rasmiy ish haqi va staji yaxshi bo'lsa, odam yuqoriroq pensiya olishi mumkin edi. Lekin tasdiqlangan davr kam bo'lsa, pensiya minimal miqdorga yaqinlashib qoladi. Ikkinchi misol. Ayol kishi 55 yoshga yetdi. U 8 yil maktabda ishlagan, keyin 3 nafar farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, keyin 12 yil xususiy tikuvchilik qilgan. Agar maktabdagi 8 yil hujjat bilan tasdiqlansa, ayrim bola parvarish davrlari qonunda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin bo'lsa, u minimal talabdan o'tishi ehtimoli bor. Lekin tikuvchilik rasmiy bo'lmagan bo'lsa, 12 yil men uyda mijoz tikdim degan gap bilan stajga kirmaydi. Demak, uning pensiyasi kutilgandan ancha kam bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Yigit 35 yoshda, pensiyaga hali uzoq deb o'ylaydi. U kuryer bo'lib taksida yuradi. Internet orqali buyurtma oladi. Oyiga yaxshi pul topadi, masalan 6-8 ming, lekin rasmiy daromadi 0. Bugun u o'zini erkin his qiladi. Lekin 25 yil o'tgach, davlat bazasida uning staji juda kam chiqsa, u nega pensiyam kam deb hayron bo'ladi. Men aynan yoshlarga aytaman. Pensiya muammosi 6 yoshda boshlanmaydi. 25-30 yoshda rasmiy ishlamaslikdan boshlanadi. 4-misol. Chet elda 12 yil ishlagan odam bor. U oyiga yaxshi pul yuborgan, uy qurgan, farzand o'qitgan. Lekin chet elda patent bilan yurgan, ish beruvchi rasmiy shartnoma qilmagan. O'zbekiston tomonda esa ixtiyoriy tartibda ijtimoiy to'lov qilib bormagan. Pensiya yoshiga kelganda u 12 yilni stajga qo'shtirish uchun hujjat topa olmaydi. Mana shu eng og'riqli holat. Odam hayotda juda ko'p ishlagan bo'ladi, lekin pensiya hujjatida ishlamagan kabi ko'rinadi. Endi men eng muhim nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik joy, mehnat daftarchasi borligi hamma narsani hal qilmaydi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lishi yaxshi, lekin yozuv noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqami bo'lmasa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxivda ma'lumot topilmasa, savollar paydo bo'ladi. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillar boshidagi xususiy korxonalar bo'yicha hujjatlar yo'qolgan holatlar ko'p uchraydi. Shuning uchun daftarcham bor deb beparvo bo'lmang, uni oldindan tekshirtiring. Ikkinchi nozik joy, kam oylik rasmiylashtirilgan bo'lsa, pensiya ham kam chiqadi. Ba'zi ish beruvchilar xodimga asati $1 million so'm beradi, lekin hujjatda 20 ming so'm ko'rsatadi dedi. Xodim bugun bunga rozi bo'ladi, chunki qo'liga pul olayapti. Lekin pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan daromad inobatga olinadi. Ya'ni sizning real mehnatingiz emas, hujjatdagi daromadingiz ko'proq ahamiyatli. Bugun konvertda olingan pul ertaga pensiya formulasi ichiga kirmaydi. Uchinchi nozik joy. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lishning o'zi yetarli emas. Belgilangan to'lovlar masalasiga qarash kerak. Ro'yxatdan o'tdim, demak staj yuradi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Qaysi davr uchun qanday ijtimoiy soliq yoki badal to'langan, faoliyat to'xtatilganmi, qarzdorlik bormi? Bular alohida tekshiriladi. Masalan, odam 2015 yilda ITT ochgan, lekin 2019 yildan keyin faoliyat yuritmagan yoki to'lov qilmagan. U 6 yillik tadbirkorman deydi. Tizim esa to'lov bo'lgan davrlarni ko'ramiz deydi.
To'rtinchi nozik joy. Bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, nogiron farzand parvarishi kabi davrlar ayrim shartlarda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik emas. Hujjat kerak. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat faoliyati oldin yoki keyin bo'lgani, parvarish davri, boshqa nafaqa yoki ish bilan bir vaqtda bo'lmagan holatlar tekshiriladi. Odam men uyda farzand boqdim desa, bu insoniy jihatdan to'g'ri, lekin pensiya idorasi hujjat so'raydi. 5-nozik joy, arxiv masalasi. Sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrikalarda ishlaganlar ko'pincha arxivga muhtoj bo'ladi. Korxona tugatilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki boshqa tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zida odam bitta ma'lumotnoma oladi, lekin unda ish haqi ko'rsatilmagan bo'ladi. Pensiya hisoblash uchun esa faqat ishga kirgan bo'shagan sana emas, ayrim hollarda ish haqi ma'lumotlari ham juda muhim. Shuning uchun arxivdan ma'lumot olayotganda faqat ishlagan degan xat emas, ish davri va ish haqi bo'yicha to'liq ma'lumot so'rash kerak. 6-nozik joy, familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiya o'zgaradi. Ba'zi eski hujjatlarda ism bir xil yozilmagan bo'ladi. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnara, Muhammad bir joyda Muhammad deb ketgan. Pasport seriyasi o'zgargan. Tug'ilgan sana bir hujjatda xato yozilgan holatlar ham bor. Shunday mayda ko'ringan xatolar pensiya tayinlashda katta muammoga aylanadi. Chunki idora bitta shaxs ekanini aniqlash kerak. Buning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, sud orqali faktni tasdiqlash kabi jarayonlar kerak bo'lishi mumkin. 7-nozik joy, pensiya yoshga yaqinlashganda emas, kamida 2-3 yil oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Ko'pchilik E5 yoki 6 yoshga to'lgan kuni boradi. Keyin ma'lum bo'ladi. 1997-yilgi arxiv yo'q. 2003-yilgi ish haqi topilmadi. 2010-yildagi firma hisobot bermagan. Familiyada xato bor. Bularni bir kunda hal qilib bo'lmaydi. Ba'zan arxiv javobi 15-30 kun, ba'zan undan ham ko'p vaqt oladi. Ba'zan sudga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Shu sabab pensiya yoshiga yetmasdan oldin hujjatlarni tartibga solish eng to'g'ri yo'l. Men endi aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, o'zingizning rasmiy mehnat tarixingizni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali mehnat staji va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlaringizni ko'rishga harakat qiling. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli odamdan yordam so'rang. Menga pensiya stajim bo'yicha dastlabki ma'lumot kerak deb aniq ayting. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Har bir yozuvda sana bormi? Buyruq raqami bormi? Tashkilot nomi aniqmi? Muhr bormi? Bo'shatilgan sana yozilganmi? Shularni tekshiring. Agar daftarchada ishga qabul qilindi bor, lekin bo'shatildi yo'q bo'lsa, bu davrni yopish kerak bo'ladi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot so'raladi. 3-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha ro'yxat tuzing. Qog'ozga yillar bo'yicha yozing. Qayerda ishladingiz, qaysi lavozimda, taxminan qaysi oylarda, rahbar kim edi, korxona qayerda joylashgan edi. Bu ro'yxat arxiv izlashda juda kerak bo'ladi. Masalan, 1994-1999 yillar tuman paxta tozalash korxonasi. 2000-2004 yillar Baraka savdo MCC, 2005-2010 yillar maktab oshxonasi. Qanchalik aniq yozsangiz hujjat topish shunchalik osonlashadi. 4-qadam, arxivga yozma so'rov bering. Og'zaki borib ma'lumot bormi deb so'rash yetarli emas. Yozma ariza qiling. Arizada to'liq ism, familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan tashkilotingiz nomini, taxminiy davrni, lavozimingizni, sizga ish staji va ish haqi haqida ma'lumotnoma kerakligini yozing. Arizaga pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi nusxasini ilova qiling. Arizani qabul qilganlik haqida belgi yoki raqam oling. 5-qadam, hozir ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashtirilganingizni tekshiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomangiz nusxasini so'rang. Elektron tizimda ro'yxatdan o'tganingizni so'rang. Oyligingiz rasmiy qancha ko'rsatilayotganini biling. Men bilaman, ba'zi odamlar rahbar bilan gaplashishga uyaladi yoki qo'rqadi. Lekin bu sizning kelajakdagi pulingiz. Siz janjal qilmasdan odob bilan menga pensiya stajim uchun rasmiy ma'lumot muhim, iltimos, shartnomam va rasmiy oyligimni tekshirib beraylik deb ayting. 6-qadam, agar o'zingizni o'zi band qilgan bo'lsangiz,
ITT bo'lsangiz yoki erkin ishlasangiz, ijtimoiy soliq va staj masalasini alohida o'rganing. Soliq organiga yoki mas'ul platformaga kirib, qaysi oylar uchun to'lov borligini tekshiring. Qarzdorlik bo'lsa, imkon qadar bartaraf qiling. Eng muhimi, kelajakda men bilmagan ekanman degan holatga tushmaslik uchun har oy yoki har yil to'lov tartibini yozib boring. 7-qadam. Chet elda ishlayotganlar albatta hujjat yig'sin. Ish shartnomasi, ruxsatnoma, soliq yoki sug'urta to'lovlari, ish beruvchidan ma'lumotnoma, ish haqi hujjatlari, tarjima va tasdiq masalalari bo'yicha oldindan harakat qiling. Agar O'zbekistonda ixtiyoriy to'lov qilish imkoniyati bo'lsa, pensiya jamg'armasi va soliq organidan aniq tartibini so'rang. Chet elda topilgan pul oilani boqadi, lekin hujjatsiz qolsa, pensiya stajini avtomatik yaratmaydi. 8-qadam. Rad javobi olsangiz, darhol taslim bo'lmang. Pensiya tayinlashda biror davr stajga kiritilmasa, sababini yozma ravishda so'rang. Nega kiritilmadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi normaga asosan rad etildi? deb so'rang. Yozma javob bo'lmasa, keyin shikoyat qilish qiyin bo'ladi. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Ayrim holatlarda sud orqali ishlaganlik faktini tasdiqlash masalasi ko'riladi. Lekin buning uchun guvohlar, bilvosita hujjatlar, arxiv javoblari kerak bo'ladi. 9-qadam. Ota-onangizning hujjatlarini bugunoq tekshiring. Ko'p keksa odamlar hujjat masalasida qiynaladi. Ular arxivga bora olmasligi, elektron xizmatlardan foydalana olmasligi mumkin. Farzand sifatida siz ularning mehnat daftarchasini, pasportini, nikoh guvohnomasini, eski ma'lumotnomalarni bir papkaga joylab bering. Qaysi yillarda qayerda ishlaganini yozib oling. Ota-onangiz bugun eslab turgan ma'lumotni ertaga unutishi mumkin. Bu juda amaliy va zarur ish. 10-qadam. Har bir hujjatdan nusxa oling va saqlang. Mehnat daftarchasi, shartnoma, buyruq, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv javobi, soliq to'lov kvitansiyasi. Bankdan o'tgan rasmiy oylik ma'lumotlari, hammasining nusxasini alohida papkada saqlang. Telefoningizga rasmga olib qo'ying. Lekin faqat telefonga ishonmang. Qog'oz nusxa ham bo'lsin. Chunki pensiya masalasida bir dona eski qog'oz ham yillar stajini saqlab qolishi mumkin. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapirdim. Yangi tartibning eng katta mazmuni shuki, pensiya uchun rasmiy staj. Tasdiqlangan daromad va to'lovlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib boryapti. Kim rasmiy ishlagan, hujjatlarni saqlagan, to'lovlarni qilgan bo'lsa, u o'z huquqini ancha oson himoya qiladi. Kim yillar davomida norasmiy ishlagan, ish beruvchiga ishonib hujjatsiz qolgan, arxivini tekshirtirmagan bo'lsa, u pensiya yoshida qiyin vaziyatga tushishi mumkin. Eng asosiy gapim shu, pensiya masalasini qarilikka qoldirmang. Bugun tekshiring, bugun so'rov bering, bugun shartnomangizni talab qiling, bugun ota-onangizning hujjatlarini tartibga soling. Chunki ertaga belgilab yetishmagan ma'lumot sizni 100 minglab, hatto millionlab so'mlik farqdan mahrum qilishi mumkin. Agar sizda mening stajim o'tadimi? Chet eldagi ishim hisoblanadimi? Mehnat daftarchamda xato bor, nima qilaman degan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, chet elda ishlayotgan yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot bir insonning pensiyasini saqlab qolishi mumkin.